Mehmonlar, marhamat. Mana shu yerda ko'ringlar. Bungacha 15 minut turib turaman. Bu muzey ekan. Muzeyga ham keldik. Mehmonlar, qo'llarni bu yoqdan chiqaverasiz. Bismillah. O'ziga o'zi zulm qilyapti. Şimdi gidelim. Hadi bakalım üstünü çağır. Yürü olsun, yürü olsun. Bu tepak. Assalomu alaykum. Suvni yo'lini yopyapsiz. Men ichadigan suv. Yo'lni yopish bo'lmaydi. Yo'q, yo'lni yopyapsiz opa. Bo'pti, hozir. Bunaqa qilmang. O'tirib ichib olay deyapman. Maylimi? Keyin bo'shating-da. Siz nima dedik? Buni siz hozir tushunmadim dedi. Keyin bo'shating joy, suv ichadigan joy deyapman. Men Allohning quliman. Yo'ldagi tikonni olib tashlasa savob bo'ladi. Yo'ldagi tikon bo'lmang demoqchiman-da. Barizonlar ko'paytirib. Ha, Alloh taolo niyatingizni qabul qilsin. Assalomu alaykum. Suvni oldini to'sgansiz, opa. Chekkaga chiqing. İçadigan joy. Yirtim oshna deyman desam, turmaydi. Nima dedi? Ha? Ne kadar gitti? Şunu silahını mı? Qani joyini bo'shating-chi. Bu yerda ham bor ekan. Yo'q, endi joy zaynat qilish bo'lmaydi-da. Kimdir o'tirib bahorasida. Men shetdaman, Allohning quliman. Men undaqa joyni ochaman. Gulistondan kelganman, mehmonman. Yo'ldagi tikonni, toshni olib tashlasa savob bo'ladi-da. Hech qachon yo'lga tikon tosh bo'lmaydi. Muzeyga ham bilet qayerda sotyapti? Neçeydi? Soat nechi bo'ldi? Soat Juma?
Yılmaz Akam 12'si. 12 mi? Ha, isbet qilamizmi?